Ana shu ishonchli konsalting firma. Men blogim boshlagandan beri Xudoni bergan kuni mana shu savol beriladi menga. Yaxshi ishonchli konsalting firma bormi, zo'ri bormi, qaysi ishonchli yoki konsalting firmani tashlashadi mana bu ishonchlimi deb. O'zi ishonchli deganda nima nazarda tutiladi mana sizlar bir o'ylab ko'ringlarchi. Men o'zi bilaman bu savolni berayotgan odam nima nazarda tutayotganini. Lekin ishonch masalasi bu nisbiy tushuncha. Bitta konsalting firmaga borib turib 10 ta odam hujjat topshirsa, ikkitasi viza oladi, 8 tasi yiqiladi. Ola olmaydi viza. Biz nima deb ataymiz mana shu konsalting firmani? Ishonchli deymizmi, ishonchsiz deymizmi? Ana u ikkitasi uchun bu zo'r, ishonchli firma. Malades, ishini zo'r qildi. Ana 8 tasi uchun bu mashinik, yaxshi emas, viza olib bera olmadi. Shuning uchun nisbiy deyapman. Shuning uchun deb konsalting firma qidiravergandan ko'ra o'zingiz harakat qilishni o'rganing. U konsalting firma hech narsa qilib bera olmaydi, yo'q joydan viza yasab bermaydi. Siz o'zingizda harakat bo'lmasa, bilmam, til o'rganmasangiz, diplomingiz bo'lmasa, bir hujjat tayyorlash bilmasangiz, u nima qilib bera oladi siz uchun? Germaniyaga kelishda asosiy rolni siz o'ynaysiz. Konsalting firma emas, sizni o'zingizda pustak hech narsa yo'q. Bilmam, til bilmaysiz, boshqa bo'lsa, u nima qilib bera oladi sizga? Yo'qdan, sizni boshqatdan, nima deydi, loydan qorib yasamaydi-ku. Til paydo qilib qo'ymaydi kallangizda, diplom paydo qilib qo'ymaydi sizda. Shuning uchun ham ikkalasi oladi vizani. Chunki ikkalasida endi diplom bor, ozgina til o'rgangan, harakat qilgan, bilmadim, hujjatini tayyorlagan, boshqa qilgan. 8 tada hech narsa bo'lmasa foydasi yo'q. Germaniya afsuski shunaqa joy. Men ham xohlagan bo'lardim. Qonunlar yengil bo'lsa, oson bo'lsa, qani vagoni bilan tashirdik-ku o'zbeklarni hammasi kelsin shu yerda ishlasin, maza qilib oilasini boqsin, dunyo qarash kengayadi, Germaniyani ko'rib tartibga o'rganadi. Afsuski hozircha qonun bo'yicha iloji yo'q. Shuning uchun ming konsalting firmani izlayvering, har yoqqa uravering, foydasi yo'q. Aylanib borib mashinaka tushaverasiz. Ehtiyot bo'linglar. Shuning uchun ham mana 4 ming, 5 mingdan pul berib yotibdi, ko'rmagan bilmagan odamiga konsaltingga orqasidan yig'lab yuribdi. Tanimagan bilmagan odamga pul berganda aylanki siz olib bering deb qo'yadi orada kimlardir menga. Bilmadim meni kim deb o'ylaydi. Tanismanmi men ularga, boshqamanmi, qayerdan olib beraman masalan. Shuning uchun internetda, YouTube'da, Google'da, ChatGPT'dan ma'lumot to'lib yotibdi. YouTube'ga shunchaki kirib turib Germaniyaga ketish deb yozsanglar ham mana shunday video chiqadi. Ana shu videoni sizga ko'rsatilmay o'zi marketing qilib yotibdi. Qayta qilib yotibdi odamlar, ko'rmaysizlar. Ko'ringlar, o'rganinglar o'zingizlar. Germaniyaga kelasizmi, boshqa davlatga borasizmi, asosiy odam sizsiz. Sizga kerak uni hammasi. Ana shu ishonchli konsalting firma.